Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Javohir va bugungi videoimning mavzusi ertaga sindromi haqida. Ya'ni kim hozir bo'lmasa qachon. Men bu videoni bu mavzu haqida video olishimning eng muhim sabablaridan biri bu mening fikrimcha hozirgi bizning avlodda, ya'ni kim Generation Z yoki yana ham qisqartirganimizda aynan 98-2000-yillardan boshlab to 2005-yillar atrofidagi yangi nomlardan biri zillenniallar avlodining eng katta problemalaridan biri, muammolaridan biri bu ertaga sindromi. Ertaga sindromi nima? Ertaga sindromi bu hammamizda uchraydigan vaziyatlardan biri. Ya'ni kim shunday vaziyatlar bo'ladiki, bizda yurak urishi tezlashib ketadi, dopamin miqdori yuqorilab ketadi va motivatsiyaga to'lib toshib ketamiz. Va shunday vaziyatda bizning miyamizga ideyalar to'xtamay keladi, yangi va yangi ideyalar keladi. Ya'ni kim men bu tillarni o'rganishim kerak, o'qishga kirishim kerak, bunaqangi ish qilishim kerak, mana buncha pul topishim kerak, bunaqa va ideyalar to'xtamay keladi. Va bu juda ham yaxshi, lekin yomon tarafi shundaki, bizning muammomiz, bu yomon tarafi, to'shto biz o'sha zahotiyoq bloknot, notebook yoki telefon olib, bizning kelayotgan ideyalarni yozib qo'ymasligimizda. Biz nima qilamiz? Ertaga boshlayman, keyingi hafta, keyingi oy yoki keyingi yil. Hali vaqtim bo'ladi. Va bu bizning eng katta muammomiz. Chunki hech kim sizga kafolatlay olmaydiki, sizning vaqtingiz bo'ladi yoki sizning imkoniyatingiz bo'ladi. Chunki vaqt o'tadi va siz o'sha 18, o'sha 20 yoshligingizda qolmaysiz. Va siz bir uxlab turganingizdan keyin 25 ga kirib mashina, uylik bo'lib qolmaysiz, chunki siz bir narsaga harakat qilganingiz yo'q. Va buning oldini olish uchun siz o'sha zahotiyoq o'sha kelayotgan ideyalarni ustida ishlashni boshlashingiz kerak. Albatta, har bitta yangi narsani boshlashdan oldin bizda qo'rquv bo'ladi. Bu tabiiy holat. Chunki biz hali uni qilib ko'rganimizdan oldin bizning qo'rquvimiz bo'ladi va negativlar kelishni boshlaydi bizga. Qanday negativlar? Bu negativlar shundaki, ya'ni kim bizning hayolimizga keladigan narsalar bu odamlar nima deydi? Bu eng katta muammomiz. Chunki bizning avlod emas, даже bizning society bu fikrdan chiqib keta olgani yo'q, juda ham qiyin. Keyingisi bu if I fail, ya'ni kim men yiqilsamchi, ya'ni o'xshamasa-chi. Hali siz qilib ko'rmasingizdan oldin siz qanday bilasiz bir narsa sizda o'xshadimi yoki yo'qmi? Chunki siz hali qilib ko'rmadingiz. Shuning uchun biz qilib ko'rishdan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki biz buni delay qilaversak, bizning vaqtimiz qaytib qolmaydi. 25-30 ga kirganimizdan keyin bizning vaqtimiz to'lib toshib bo'lmaydi. Siz hozir 20 yoshdamisiz, 18 yoshdamisiz, shu o'smir davringizdamisiz? Sizning vaqtingiz hali juda ham ko'p. Ortig'i bilan. Nimaga? Chunki ota-onangiz sizdan pul top, ishla, uy qil, bola-chaqa, uylanib, bola-chaqa boq, bola-chaqalaring bo'lsin demayapti. Sizga nima deyapti ota-onangiz? O'qi, izlan, o'zingni ustingda ishla, bir narsaga erishgin deyapti. Sizga shuncha vaqtni berib qo'ydi, imkoniyat berdi va siz undan unumli tarzda foydalanishingiz kerak. Foydalana olishni o'rganishingiz kerak. Buning uchun biz stradать qilmasdan o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Chunki vaqt orqaga qaytib qolmaydi, o'sha aytganimdek. Men hozir 21 yoshdaman va hozir aytishim bo'lgan narsa shundaki, siz hali 16-17 yoshda bo'lsangiz, bu hali kechirimli. Chunki siz hali endi maktabni bitirayapsiz yoki bitirib bo'ldingiz va o'zingizni izlayapsiz. Va bu tushunarli holat, kechirimli holat. Chunki siz hali bilmaysiz kimligingizni. Lekin 20 dan keyin bu o'sha
kechirib bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Chunki siz уже bir narsaga erishishni boshlashingiz kerak. Bir narsani qilishingizni boshlashingiz kerak va tushunib yetgan bo'lishingiz kerak kimligingizni va bu hayotdan nima xohlashingizni. Va albatta men 21 yoshdaman, lekin meni juda ham ko'p do'stlarim 25 dan yuqori bo'lgani uchun shuni ayta olamanki, 25 dan keyin уже vaqtingiz kam qoladi va bu kechikishga, ko'proq depressiyaga, o'zingizdan mad bo'lishga olib keladi. Ya'niki o'zingizni yomon ko'rishni boshlaysiz. Nimaga? Chunki 25 yoshdan keyin sizning responsibilities, ya'ni sizdan kutilayotgan narsalar, sizning yelkangizga tushadigan yuklar ko'payib boradi. Bular siz ishlashingiz kerak, chunki 25 dan keyin o'zi sizni ota-onangiz har doim boqa olmaydi. Ular ham 60 ga kirishgan va ularning o'zining hayoti bor. Ular ham qarib qolishdi. Aksincha, siz ularga yordam berishingiz kerak bu yoshda va shuning uchun siz ko'proq ishlashni boshlaysiz. Natijada nima bo'ladi? Kamroq vaqtingiz bo'lib, ko'proq ishingiz bo'ladi. Albatta pulingiz bo'lishi mumkin bir narsalarni qilishingiz uchun, lekin vaqt kamagan sari pulingizning borligi ham qandaydir rol o'ynamay qolishi mumkin. Keyingi muammo bu atrof muhitda. Ya'ni o'sha bu darajaga yetganingizda, ya'ni bu yoshdan keyin siz odamlar nima deyishdan emas, odamlar nimalarga erishganini ko'rib siqilishni boshlaysiz. Chunki ko'p kishi siz hali uxlab yotganingizda, klublarga borib, do'stlaringiz bilan vaqt quchoqlab xursandchilik qilayotgan vaqtingizda kimlardir lock in qilib, ya'ni o'zlarini yopiq muhitga solib, faqat o'qishgan, faqat izlanishgan va natijada o'sha 25-30 yoshda bir narsalarga erishishgan, ya'ni mashina olishgan, uy olishgan va bundan kelib chiqib siz yana ham siqilishni boshlaysiz. Shuning uchun hali kech bo'lmasidan vaqtingiz bormi? Siz boshlashingiz kerak, izlanishingiz kerak, yangi narsalarni qilib ko'rishingiz kerak. Hech qachon qo'rqmang. Hech qachon qo'rqmang. Chunki hali qilib ko'rmasingizdan siz bila olmaysiz, bu siznikimi yoki yo'qligini. Va bu mana shu hammasidan xulosa qilish mumkinki, siz eng muhimi ideyalaringizni saqlab olishingiz kerak. O'sha kuniyoq, o'sha zahotiyoq ideyalarni ustida izlashni boshlashingiz kerak. Va kelajagingiz ertaga emas, keyingi hafta emas, keyingi oy emas, keyingi yil emas. Kelajagingiz aynan hozir, aynan bugun kelajagingiz. Chunki barcha hozirgi qilayotgan narsalaringiz kelajagingizga ta'sir qiladi va butun hozirgi o'tib borayotgan jarayonlarning hammasi kelajagingizning foundation hisoblanadi. Va shuni bilingki, siz agarda boshlamasangiz bir narsaga yetisha olmaysiz. Bir narsaga erisha olmaysiz. Va siz albatta boshlaganingizdan keyin yiqilasiz, fail bo'ladi. Chunki successful odamlarga qarasangiz, ularning tarixiga qarasangiz, albatta fail bo'lgan. Ularni rad etishgan, ulardan voz kechishgan, ularni tashlab ketishgan va hokazo. Va aynan mana shu faillar sizni kuchliroq qiladi va more successful qiladi. Ya'ni ko'proq motivatsiyaga erishtiradi. Adashib ketdim. To'g'risi bu so'zni o'zbekchasini topa olmadim. Uzr so'rayman. Va eng katta fail, ya'ni eng katta fail bu sizning boshlamaganingizda. Shuning uchun o'ylamang. Ertani o'ylamang, indinni o'ylamang, odamlarning nima deyishini o'ylamang. Boshlang, hozir boshlang. Hoziroq. Oling telefoningizni, bloknotingizni oling, notebookingizni oling, yozing, izlaning, o'rganing. Boshlang. Hammaga rahmat.